Futbolchi Messining ashaddiy muxlisi undan dastxat olish uchun ancha harakat qiladi. Muxlis futbolchini ko'rganda ich-ichidan quvonib ketadi va Messi iltimos bitta rasmga tushaylik, iltimos hech bo'lmasa bitta dastxat bergin deb rosa so'raydi. Muxlis bittagina rasm yoki dastxat olish uchun Messini anchagina poylab turganligi ko'rinib turibdi. Muxlis qancha iltimos qilmasin, Messi unga e'tibor bermaydi va ko'rmaganga olib mashinasini haydab ketadi. Muxlis Messini mashinasining orqasidan yugurib ketadi va mashina to'xtagandan keyin yana Messidan rasmga tushishga iltimos qiladi. Messi yana e'tibor bermasdan mashinasini haydab ketadi. Bu yerda futbolchini ayblamoqchi emasman, chunki u o'zini xavfsizligi uchun oynani tushirmadi va u qo'riqchisiz ko'chaga chiqqan. Messi o'zini xavfsizligini o'ylab mashinani oynasini tushirmagan va rasmga tushmagan. Ammo futbol quroli deb atalmish Ronaldo boshqacha yo'l tutadi. U ko'pincha oldiga yugurib chiqqan muxlislarni haydab yubormaydi. Ronaldo muxlislarini juda ham qattiq yaxshi ko'radi va hurmat qiladi. Ayniqsa yosh bolalar Ronaldo please foto deb baqirganini eshitsa, albatta ularni oldiga kelib quchoqlab rasmga tushadi. Xullas, futbol muxlislari Ronaldoni qanchalik qattiq hurmat qilsa, sevsa, Ronaldo ham o'z muxlislarini shunchalik hurmat qilib sevadi deb o'ylayman. Kim bilsin, balkim Ronaldo ham mashinada bir o'zi ketayotganda uning muxlislari please foto deganda balkim oynasini tushirmas va mashinani to'xtatmasdan haydab ketardi.